Mashhurlikdan voz kechib, san'atni butunlay tark etgan o'zbekistonlik san'atkorlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Mashhurlikdan voz kechib, san'atni butunlay tark etgan o'zbekistonlik san'atkorlar. San'at olamida yulduz bo'lib ko'pchilikning e'tiborini qozongan san'atkor va ijodkorlarning ba'zilari mashhurlik cho'qqisida o'z faoliyatini to'xtatib hayotning boshqa yo'llarini tanlagan. Ularning har biri o'z sabablariga ko'ra san'atdan voz kechgan. Maqolada shunday yulduzlardan bir nechtasini eslab o'tamiz. Aktrisa va xonanda sifatida tanilgan Indira Bilolova mashhurlik cho'qqisida san'atdan ketgandi. 2017-yili italiyalik erkak unga uylanish uchun islomni qabul qilgan. Indira Romeo va Julietta, Telba va Feride kabi filmlarda suratga tushgan. Uning Sevgi, Sevadi, Dunyo, Aytolmayman hamda Abduvali Rajabov bilan kuylagan Muhabbat qissasi dueti hit bo'lgan. Vaqf xayriya jamoat fondi direktori Sardor Rahimxon ham sobiq xonanda. Uning asl ismi Sanjar Rahimov. U mashhurlik cho'qqisida san'atni tark etib, hayotida yangi burilish yasadi. Via Marakon guruhidagi Asal ham san'at bilan xayrlashganlardan. U ijodini to'xtatib, hattoki 1,400,000 obunachisi bor Instagram sahifasini ham duet to'shiga qoldirib ketgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Asal oila qurish arafasida shu qarorga kelgan ekan. Aktyor Akbarxo'ja Rasulov ham san'atni tark etgan. Uning kinofilmdagi ilk roli Xo'ja Nasriddin o'yin boshlandi filmi bo'lib, unda epizodlarda ko'rinish bergan. Keyinchalik Yo'qolgan odam, Iblis devori, Poyma-poy, Kechikkan hayot, Sevgi Natir 2, Mendirman Jaloliddin kabi filmlarda rol ijro etgan. O'zbek Milliy akademik drama teatri aktrisasi Zilola G'ulomova ham mashhurlikdan voz kechib oddiy hayotni tanlagan. Zilola G'ulomova 2019-yilda Jangovar qaynona teleserialida va 2021-yilda Ayol qasosi filmida bosh rollarda suratga tushdi. Million kulgi jamoasining sobiq a'zosi Mirkomil Musayev bir vaqtlar o'zining sahnadagi hazil mutoyibalari bilan tomoshabinlarning qalbini zabt etgan edi. Ammo u keyinchalik san'atdan chetga chiqib, sahnaga chiqishni to'xtatdi. Ayni paytda u shaxsiy hayotiga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Alisher Botirov ham Million kulgi jamoasining mashhur a'zolaridan biri bo'lgan. Uning aktyorlik mahorati ko'plab muxlislar tomonidan e'tirof etilgan, ammo u ham san'atni tark etgan. Uning san'atdan ketishi sabablari aniq aytilmagan bo'lsa-da, hozirda omma orasida kamnamo bo'lib qolgan. Xonanda va aktrisa Madina Mumtoz ham san'atni butunlay tark etgan. U turmush o'rtog'ining talabi bilan faqat ayollar ishtirok etadigan to'ylarda qo'shiq kuylardi. Ammo bir yildan buyon bunday to'ylarda ham ishtirok etmayapti. Kamola Arslonova Opa-singillar serialida Diyora rolini ijro etgan. Kamola Arslonova ham san'atni butunlay tark etgan. U 8 yildan buyon Turkiyaning Izmir shahrida yashaydi. U Mesut ismli kichik tadbirkorga turmushga chiqqan. Ularning Ahsen ismli qizlari bor. Kamola Arslonova qo'l mehnati bilan shug'ullanadi. Shu bilan birga onlayn dars o'tib, hunarini boshqalarga ham o'rgatadi. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.